Men ustimdan qulflab ketibsan-u, garang. Bo'lmasam. Huzuratingiz avram bir o'zim yashab o'rganib qolganman-da. Kechtirmish qilganimizga sizni borligingiz esimdan chiqib qolyapti. Yana ozgina lamasa qilganingda erga tegisham esdan chiqib ketar ekan-da, ha? Bo'ldi, tugashamiz boryapman. Tinchlikmi? Sizlar tomonda erdan ruxsat so'rash kerak degan narsani o'qib yuborishganmi? Huzuratingiz avram 30 yoshimgacha birovdan ruxsat so'rab o'rganmaganman-da, shunga esimdan chiqib qoldi. Yo farosatli sinovga tushgan. Yo erga tegish degan bir orzu havasi ko'mib olgansan-a? Borib ketsam maylimi? Endi yo'q. Tezroq haydang, shoshilyapman. Aha, hop bo'ladi. Ana odam boydan beri yugurib kelyapti. Tanishingiz emasmi? Voy, yerim qolib ketdi-ku. To'g'risini ayt, garangmisan? Xudo yerga tegsam bo'lar ekan. Esar bo'lib yurmasdim. Skleroz. Bo'g'ini zavr. Nima onda zavr? Ovqat qilmadingmi? Ulgurmaganini zakaz qilib qo'ydim. Ha, yaxshi. Shu zakaz qilsan. Menga ham qo'shib yuborsang, ularmidi? Huzuratingiz avram sifatgacha o'zim uchun yashab o'rganib qo'yganman-da. Qo'l. Prosta pulini men to'laganim alam qilyapti-da. Qara, kirlarni bugundan faqat ko'pim kapsulasida yuvgan. Nimaga? Bu 2025-2026 yil O'zbekiston bozorida hit bo'lgan kapsula. Koreya mahsuloti. Allergiya chaqirmaydi. Kirlarni toza, yumshoq qilib yuvadi. Undan keyin 48 soat kiyimingdan shirin hid kelib turadi. Bo'ladi. Bitta tushundingmi? To'g'ri aytgan ekansiz, hidi biram zo'r. Zo'rligini bilaman. Mani kirlarimni yuvmabsan-ku, meduza miya. Nima qildimmi? Meduza miyasi yo'q-ku. Shuning uchun aytyapman-da, amman. Borgin, papa, ichim qizib ketyapti. Qanaqa syurpriz? Asaloga Dubayga bilet oldim. Mana. Maza qilib dam olib kelamiz nasib. Bu yerda bilet bitta-ku. Voy onasini yebsin. Sen yomonman. Yuqtirding Dazari. Bu biznes ne dey? Nima burqitim? Men ishga ketaymi? Abetimni tayyorlab qo'ygan bo'lsang, olib ber. Bugurim bordi, shunga abit tayyorlashga ulgurmadim. Abetda endi tirnog'imga kirini so'rab o'tiramanmi? Ayo, cho'ntagingizga abetingizga deb pul topib qo'yganman. Qo'liga narsa olib yursiz. Bekor qilibsan-da. Odamni xursand qilib. Yo'chi, shashtiyob yeb qo'yaman endi. Tushunmadim, singlim. Sen erga tegib ketibman. Bu uyni tozalab beryapsan hozir. Nima qildi? Bo'g'cha. Indaning. Labay qushim. Nimaga indamayman? Singlim kelib seni ishlaringni qilib berish kerak. Aka, o'zim iltimos qildim. Nimaga? Kontraktimni to'lab beryaptilar, stipendiya berib turibdilar. O'shanga uyalib ketdim-da. Kuyov bolaga ham zo'r ish topib qo'ydim. Voy, rahmat. Ularkan u qayri singil bilan kelishib yashasa. Kech bo'lganda qatdan kelyapsan? Uzr burgutim. Loyiha bo'yicha majlisimiz cho'zilib ketdi-da. To'g'ri yo'q, aytgan vaqtingizda 10 minutgina kechga qoldim. Senga shomdan keyin kelsang to'g'ri onangnikiga ketaver deganmidim. Abjan, ne sen shu gapingga? Mani tilla qizimga ovozingni ko'tarib gapirma. Gapmasa bor o'zi yo'qol. Rahmat dadajon. Aytgacha tilla tishlaringiz bilan yarashibdi. Haligi massajni kirishdan ham kutyapti. Bo'ldi dadajon, yes qilamiz-da. Shunda ma o'g'lingiz, u keliniz. Oldin kelinim edi. Hozir qisqa olganman. Boshqalar mayli. Otang naglik sotib olsa-ya. Burgutim, ertaga mehmonlarimizni kutib olarsiz. Men yangi loyihani taqdimotini topshirishim kerak-da. Mani ertaga 200 dollarlik ishim bor. Loyiha to'g'ri. Sen nima qilsan u? Sirdaryoning markazida Baraka kompaniyasi Tashkent City darajasidagi yashil makon loyihasini qurmoqda. Uylarni boshlang'ich to'lovsiz 60 oy muddatga hech qanday penya va foizlarsiz xarid qilish mumkin. Ikkita premium xonadonni odamlarga shunchaki sovg'a qilib yubormoqchimiz. Rostdan qanday qilib? Bu juda oson. Kompaniya rahbarining Instagram profiliga obuna bo'lib, 12-may kuni bo'lib o'tadigan taqdimotimizda qatnashsa bo'ldi. Men ham qatnashaman unda. Profil shapkasidagi link orqali Telegram kanaliga o'tib kuzatib tursangiz, 12-may kuni g'oliblar aniq bo'ladi. Har bitta podyezdda ikkitadan lift, quyosh panellari qilingan. Hali bu hududda bunaqangi proyekt bo'lmagan. Tushunishingiz uchun, mana shu yashil zonani o'ziga 2 million dollardan ko'proq mablag' ketyapti. Shunda mana 200 dollarlik ishim qolib ketadimi? What? Jasur mashinani burib turing. Xo'p bo'ladi. Tushunmadim. Kim bu Jasur? Yangi shofyorim. Sen hali mendan so'ramasdan erkak shofyor yo'laydigan bo'lib qoldingmi? Indamasa o'zingdan ketasan? Zo'r. Men uzunligim sizga soqmoqchi edim-da, shunga o'zimga oddiyroq mashina berish uchun shofyor chaqirgandim. Baribir hech qanaqa Jasur kerak emas. Men erkakman, rashk qilaman. O'zim shofyoring bo'laman.
Dadasi, Sen prankingga sani odamni yuragini yorib yubording. shunaqa manda. Qattan o'rganyapsan bunaqa bema'nigarchiliklarni. Tushunmadim. Siz hozir ilondan emas, mendan qo'rqdingizmi? Bu yoqqa qarang-da. O'rtoqlar, erim ovqatiga it suradigan qo'shib qo'ydi. Bos ko'ramiz nima bo'ladi. Bir soatdan beri chiqmayaptilar. Dadasi, yastig'i topga beraymi? Hobi pistalari mazada. Xorazmda chiqadigan pistan zo'r shu dadasi. Oling. Yana prank qilmayapsanmi? Yesam pichasi bo'lib qolmaymanmi qilib? Voy, qo'rqmay olavering. Hobi bilan prank qilmayman. Rosa yaxshi ekan lekin. Tushunmadim. Nima sizga yurakcha jo'natgan? Nimaga jonim deb yozgan? Kim bu? Bilmayman, tanimayman. Tanimagan odam sizga shunaqa yozadimi? Yo, ishonmasang mana telefon. Siz menga xiyonat qilib yuribsizmi? Men sizdan bunaqa narsani umuman kutmagandim. Onamga ketaman. Voy, men Aslo kutmagandim. shoshilmagan onasi, iltimos mana telefon. Yana yedirdimmi? Prank edi, dadasi, prank. Qalay chiqdi? Kechini boshqa unaqa qilmayman, iltimos. Prankingni borib onangnikida qilaver. Menga buni xotin kerak emas. Dadasi. Pranklaringdan to'yganmiz, qizim. Sanki kelishni xayolimga ham keltirib o'tirmagin. Oyi. Uchada bo'lib ketdi. Prank qilish mana shunaqa bo'ladi. Kir, prank edi. Rahmat dadasi. Yana bir marta prank qilsam bu ko'lay. Tankamati, ha? Rasxod xonim. Ertaga qizlar bilan gapimiz bor, shunga 1 million so'm pul kerak. Ha, bo'ldi, hozir kartanga tashlab qo'yaman. Tushdi. Bu yoqda 500 ming so'm-ku. Qachon so'rasam kam berasan? Tog'day so'rasang tepalikka yetasan deydi. Shunga ham shukur qil. O'rta 300 ming so'm kassangga pulni tashlab qo'ydim, bo'pti. Yaxshi, shu so'rab olganim. 500 tirmani. Franklinim, oyim tug'ilgan kunlariga sovg'a ko'rib qo'ydim. Nech pul ekan? Bor yo'q 200 dollar. Yo'q, buncha qimmat. Savdolashib ko'r, 150 dollarga bersa kerak, ma. Ibi, bu 100 ku. Eplab tur. 50 dollarga sovg'asin, 50 dollar o'zimga. Voy, buncha iflosman. Dadasi, Qibray sentrda Grande Boss degan kiyimlar do'koni ochildi. Shu 1 million so'm bersangiz ikkalamizga bosh oyoq kiyim qilib chiqardim. Yo'q, qani o'zim bir borib ko'raychi. Grande Boss do'konimiz yangi ochilgani munosabati bilan 1-dan 3-maygacha 500 mingdan ortiq xarid qilgan mijozlarimiz yutuqli o'yinimizda ishtirok etishadi. O'yinda kir yuvish mashinasi, xolodilnik, televizor kabi qimmatbaho sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Zo'ru. Narxlar qanaqa? Bizda narxlar doimo arzon aka. Mana bu ko'rib turgan futbolkalar atigi 99 ming so'm. Mana bu yozda mazza qilib kiyadigan shimlar 99 ming so'mdan boshlanadi. Mana bu oyog'ingizni massaj qiladigan tapichkalar 99 mingdan boshlanadi. Ayollar kiyimlari shunaqa arzonmi? Ayollar kiyimlari bundan ham arzon. Mana bu yozgi shimlarimiz 99 mingdan boshlanadi. Mana bu yozgi yengil koftichkalarimiz 99 mingdan. Bu narxlar aksiya tugagandan keyin qimmatlab qolmaydimi? Bizda narxlar o'zgarmaydi. Doimo arzon. 600 ming so'm bo'ldi. Aha, xo'p. Nimaga unaqa deysiz? Hozir 1 million 200 degansa 600 ming berardilar. Hazlashyapti. Hammasini to'g'ri beraman. Men faqat senga shunaqa kam beraman, deylar. Tushunmadim, nimaga ekan? Ustiga qo'shib aytasan-ku doim. Bilarmidingiz? Конечно. Sen ering ruh deb o'ylama, xotin.